Ijtimoiy tarmoq orqali informatika o'qituvchisi Zokir ismli yosh o'qituvchi o'quvchini do'pposlaganligi to'g'risidagi video keng ko'lamda tarqaldi. Shu paytda omma ikkiga bo'lindi. O'qituvchini qamash kerak, bir umrga qamash kerak, katta jarima solish kerak deganlar ham bo'ldi. O'quvchini, uning ota-onasini jazolash kerak deganlar ham bo'ldi. Xullas, omma ikkiga bo'linib ketdi. O'qituvchi bekordan bekorga urmagan. Mana shu bolalarni o'quv yili davomida o'qituvchiga azob berib kelganligi aniq bo'ldi. Xullas kalom, o'qituvchi oqlandi. Hech qanaqangi jazo berilmaydigan bo'ldi. Men buni juda ham to'g'ri deb hisoblayman. O'qituvchining xatti-harakati bolani urish emas, balki zaruriy mudofaa chorasi deb baholagan bo'lar edim. Chunki bola har jihatdan, haligi ruschasiga aytganda izdivatsiya deyiladi, nafsoniyatga tekkan, o'qituvchining nafsoniyatiga tekkan, suv sochgan, bema'ni gaplar gapirgan, so'kingan, dars vaqtida aylanib yurgan. Bir soat ichida emas, o'quv yili davomida xuddi shu ishni qilgan. Ana shu o'qituvchi endi to'g'ri zaruriy mudofaa chorasida chegaradan chiqib ketgan. Shu yerda men bir maktabda o'qigan paytimizdagi voqeani aytib bermoqchiman. 7-sinfda o'qir edik. Bizning kabinetimiz kimyo kabineti edi. B'larning kabineti esa fizika edi. Fizika darsi bo'ldi bizda. Shunda fizika kabinetiga chiqdik. O'tirgan paytimizda kutilmaganda rus tili o'qituvchisi Toshtemir Isoqov degan domla kirib keldi. U B'ga dars o'tishi kerak edi. Adashganligini bilib kuldida, keyin chiqib ketaverdi. Biz hammamiz kuldik. Shunaqangi oddiy narsa bu. O'qituvchining ustidan rosa kuldik. Bir payt ko'zimni ochib qarasam, o'qituvchi kelib bir Mahmud ismli do'stimni shunaqangi urdi. Urib aylantirib rosa urdi. Hamma jim bo'lib qoldi. Keyin bir vaqt men oldimga keldida, "Nimaga kulding?" dedi. "Kulganim yo'q" desam, ko'rsatkich barmog'ini bukib turib peshonamga bitta urdi. Keyin yana bir urdi. U chiqib ketgandan keyin peshonamda ikkita shox o'sib chiqdi. Shunaqangi bir holat. Juda xafa bo'ldim. Keyin darsni tashlab chiqib ketdim, uyga ketdim. O'qituvchidan juda ham norozi bo'ldim, xafa bo'ldim. Shuncha bolaning ichida hamma kuldi-yu, nimaga endi meni uradi deb. Lekin bir keyinchalik shior tutdim. Hamma shug'ullanayotgan bo'lsa ham yomon narsa yomonligicha qolaveradi. Demakki, hamma kulsa ham men kulmasligim kerak. O'qituvchining mana shu kaltagi men uchun bir umrga ta'sir qildi. Ana o'shandan keyin birovning ustidan kulmaydigan bo'ldim. Mana shuncha yoshga kirgan bo'lsam, shu vaqtgacha o'shandan keyin, undan avval rosa hammani ustidan kulib, masxara qilib yurar edim. Shu narsani to'xtatdim. Shu o'qituvchini Toshtemir domlaning oxiratlari obod bo'lsin. Menga mana shu dars, saboq bo'ldi. Juda katta maktab bo'ldi. Demakki, o'z vaqtida urilgan kaltak insonning keyingi kelajagini parokanda bo'lishdan saqlab qolishi mumkin ekan.